5 gektardan 1532 ta bo'ldi. Xullas, uncha telefon qilsa ko'tarmayman. Qizil berib olaman. Rahmat. Mana. Ikoy ham bir xil payt tug'ilgan mana. Oy, mana zo'rg'a yuradi. Bunisi mana. Buni sakrayman dedi, sakrayman. Qo'zilar zo'rda baribir. Kecha onamga ozgina termilib turib, yuzidagi ajinlar, sochidagi oqlarni ko'rib turib, ozgina yuragim mahzun bo'ldi. To'g'ri, ozgina sho'x bo'lganmiz. Bolaligimizdagi ajoyib kuy. Demediler lekin gap bilan, odobi bilan. Bugun erta tongdan shifokorlarni ko'ramiz deb milliy TVga qo'ygan bo'lsanglar. Xullas, Namanganda Kosonsoyda bo'lib o'tayotgan avtopoygada mana chempion mochani hammaga gapirib o'tdim, lekin haqiqiy chempion egasi. Assalomu alaykum aka. Gap bo'lishi mumkin emas, mochani turishini ko'rib, shuni ko'rib chempion ekan dedim baxtli aka. Chempion ne? Assalomu alaykum. Yaqinlar mana Erik Haydar yaqinda juda ham bomba konserti, shunga oldindan umrida yemagan ovqatlari. Yozushi. Ha, shu bilan shu zo'r nazaran yeb olsa, keyin konsertdan videoda xudo xolasa. Zo'r. Men Balxon 26-mart bugun mana Qo'shqor qo'zi tug'ilgan. 6 oydan keyin rezultatini ko'rsatamiz. Juda ham yaxshi, quloqlari ham zo'r, toza hisor, simjun, oyoqlari, tumshuqlari juda ham yaxshi. Rahmat hammaga. Qani sekin yur. Qarsagila. Balingdan ko'ylingdan necha talingba bilaman qayerda holing bor ko'ylingdan nima bor bilmayman. Bilan qarsaklar bilan kutib oldi. Assalom. Humoyinga qarsaklar bo'lsin. Ataylab kastim shimlarga kelganman. Ertalabda salom, mana aka-yu, assalom baqaga, baqaga. Bu odam meni qovunimda 3000 dan oldi.